Amerikadan mashina olmoqchi bo'lgan akalar, hali hisob kitobni tushunadigan, biladigan odam bilan bitta hisob kitob qilib mashina olinglar. Sababi, misol uchun mana shu akamiz mashinani olganlarga, Tesla olganlarga 2 yil bo'ldi. Bu mashinadan $15,000 olgan bo'lsalar, hozir butun $15,000 men hozir ham $10,000 rasxod ketadi bitkizishga, misol uchun. Grup aytyapman. Amerikadan olib kelishga, misol uchun mana shu Lincoln ko'rib ko'ringlar mashinani. Taxminan 6,000, 8,000 atrofida yutib olingan. O'ta ham ishi ko'p mashina olingan. Ko'p vaqt ketadi bitkizgani birinchidan, ikkinchidan zapchasi ham normal pul zapchasi ketib qoladi. Har bitta narsasi alohida sotiladi. Shu ammo bakovida olyapsizmi, aynasiga bonusni hech kim qo'shib bermaydi. Aynadan alohida olasiz, bakovida olasizmi, qayda plasmasasi misol uchun hamma alohida olib, katta grubi pul ketadi. Shunga chimchiq so'ysa ham, qossob so'ysin deb bekorga aytishmagan. Mashina olayotganda tushunadigan usta bilan yaxshilab maslahat qilib turib qancha vaqt ketadi, qanchalik og'ir qattiq ishi bor shunga o'xshagan mashina olib, ertadan keyin pullarni muzlatib, qiynab, o'zlarini fokuslarni boshqa joyga qaratgandan ko'ra, tushunadigan usta bilan bitta yaxshilab maslahat qilib keyin mashina xarid qilinglar. Amerikadan olasizlarmi, Koreyadan olasizlarmi? Sababi nechta tanishlarimiz ko'rdik. Klientlarimiz bizga mashina olib kelishyapti. Narx qimmat olib qo'yishgan mashinani. Biz oladigan narxdan ancha qimmat olib qo'yishgan. Ikkiga juda ham udar qattiq mashina olib qo'yib, vaqt ko'p ketib qolyapti, hisoblari chiqmay qolyapti. Shuning sabab olinglar, bunda foyda bor. Misol uchun bitta mashina yaxshi foyda qilsa bo'ladi. Juda zo'r foyda qiladigan holatlar ham keladi. Bu odam tushungan odamlar shunda juda ko'pchilik ishlab kelyapti va ishlab foyda qilib kelyapti. Shu mutaxassis bilan o'ziga olgandek qilib olib beradigan odam bilan gaplashib olinglar.